Barchaga salomlar, assalomu alaykum. Bugun Minecraft o'yinida bitta konkurs ko'ramiz. Yutgan ikkita odamga reklama, ikkita podpisatsiya u haqida video chiqarib berishim mumkin. Hozir tanlaymiz. Mana hammasi menga obuna bo'lgan. Hammasi eng oxirgi. Ne? İkita qilib tanlayman. Bo'ldi. Bir to'xtanglar, hozir ko'ramiz. 1 2 Blink Rose. Kim bu? 221 abonachisi bor ekan. Yana bitta qilib ko'ramiz. Ne 2 marta chiqyapti bu. İyi. Voy. Dilnozat mana bu chiqdi. Bo'pti, mana u odam omadli ekan. Bunga ro'z obuna yutib oldilar. Endi ikkinchi obunachilar soniga o'tamiz. Hoppa. Kim bu? Kanal bormikan? Hech qanday kanal yo'q ekan. Bu mana Arvind Gaming. Buni qo'yamiz bunga. Mana haqqoniy bo'ldi bolalar. Tanladik. Roze 3 marta chiqqani uchun qildik. Lekin Joker o'zi yutadi deb o'yladim. Joker o'zi yutmadi. Mana bitta video qo'ygan ekan. Yutadi deb o'yladim, lekin Joker o'zi yutmadi. Hozir endi bundan qilib ikkinchi anaqa akkauntga yutib olamiz. Hozir ko'rib olasizlar. İkinci akkauntga o'tamiz. Black Rose mana tashladik. Pepe. Mana bularga ham tashlaymiz. Mana qo'ldushi. Mana buni ko'rdinglar. Endi keyingi konkurslargacha keyingi konkursga kim yutadi deb o'ylaysizlar bolalar? Menga qarang, bugun Minecraft bo'ldi. Xayr.